Assalomu alaykum, bizni kuzatyapti turganlar. Navbatdagi turimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Kenagas mehmonxonaga o'rnatildi. Oldin bu yerda boshqa katta yo'l bo'lgan. U katta yo'l yaxshi qo'yibdi. Har kun 4 mayl 5 mayl qaror joyga tegibdi. Akamiz xullas bunkerli holatda, mana bunkerli katta yo'ldan 30 km sistemani to'g'irlatib berdik, chiroyli qilib. Har kun zapravka qilib charchadim. 4 mayl 5 mayl bitta zapravka qo'yib 2 sutkadan 5 kungacha yetadi desam, unaqa bo'lsa menga jannat bo'lib qoladi bu dunyo ham deyapti yozlashib. Xullas qo'ldan kelgancha qilib berdik. Ko'rishlaringiz mana. Aynan shuni yonishi. Betini olib o't chiqib, papkalar orasidan o'tib, keyin chiqib ketadi. Har bir yurib chiqib ketyapti, yonib o't bo'ldi, men zerikdim deydi bu oralardan. Sovuq bo'ladi o'sha tepaga chiqqancha. Mana kattaligi mushtumdek keladi, bemalol o'tib ketaveradi. Mana miyasi 80 miyasi 74 gradus chiqdi. O'zini o'zi regulirovka qiladi. Motori Kenobala reduktorli, qo'sh reduktor, zavod motori, reversi bor, oldiga orqaga yuradi. Kimga shunday aqlli katta yo'llar kerak bo'lsa 99 100 57 90 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.